keldi. Ha, keldi. Qo'lingni yuvdingmi jo'mi? Yaxshi. Bo'ldi, o'tirdi hayda. Haydaymi? Eshikda ochmasdan kirdim, ha? Sen o'zi. Shunday qiladi, ha. Hozir. Polvon aka? Ha. Shuni kelingiz bilan joyingizni almashtirib oling. Nimaga? Shu oldinda o'tirib ketsan, Instagramga story olmoqchi-da. Mayli. Ana aka manzilga keldik. Qalay mazax keldinglarmi? Gap yo'q, Rizoga zo'r ekan lekin. Zo'rda, endi pulni to'laysizlarmi dering. Pulni agiza to'laydi. Qanaqa? Nima to'lamaysan? To'laysan, oldinda o'tirgan to'laydi deganmidik? Davay to'la. Ya aka, prikol qiling, kim to'laydi pulini? Bizda shunaqa odat bor. Kim oldinda o'tirgan bo'lsa, o'sha to'laydi. To'la, mujik, gapingni tur endi, davay. Yo, Nargiza qanaqa qilib to'laydi hozir menga, aka? Qanday to'laysan? Ha, kartangizga tashlar ekan. Karta nomeringizni aytsangiz tashlab yuboradi. Yo, bu aldamaydi bu, mujik bu. 8600 yozing.